Sinfdoshlar kontrol o'ynaymiz deb to'planib turishsa, bitta oshnamiz keldi. Bolalar ozgina xizmat bo'ldi. Nima xizmat do'stim desam, 7 million 200 mingga deb berdi qichqirib. 7 million 200 mingga deb berdi. Mebel oldim. Uylanayotgan uyimga ashuni olib kirish kerak, yordaminglar kerak dedi. Bolalar shujon gap so'z yo'q dedim. Yana 2-3 ta bola keldi. Bolalar ertaga mashinamizga hashar ekan deyasam, hali gap kelib ketib, bolalar 7 million 200 mingga mebel oldim, ashuni ko'tarish so'rasizlar deb berdi. Ikkinchi marta gapiryapti. Kelib keyin yana 2-3 ta bola keldi. Yana tiqishtiryapti ona 7 million 200 ming olgan mebelini to'taq. Asablar buzilib ketdi, kontrdan tugatdik, chiqdik. Ertasi kuni 5-6 kishi to'planib bordik, uyini taqillatsa, dadasi ochyapti. Assalomu alaykum tog'a. Nima xizmat edi deb so'raysiz, nima muomala qilasiz? Kirsam, ha ko'rmaysizmi deb berdi. Mana oshnalar deb berdi. 7 million 200 mingga mebel olib deb dadasi aytayapti endi. Buyda amigaski yaxshi ham 7 millionga olsan, 7 ming dollarga emas. Kelab Og'alar bitta iltimos, propiska bo'lsanglar ko'paytiraylik. O'zim originalim 100 ming talab bo'lib